Assalomu alaykum qadrli YouTube, Instagram, Telegram muxlislar, obunachilar, qadri baland qadrdonlar. Hammalaring charchamay bizni kuzatib boruvchilar, musofirda yurganlar, sog' salomatmisizlar? Mana bugun cho'jalarimiz chiqqan edi. Shularni video syomka qilib YouTube'ga qo'yamiz deb video syomka qilib deb. Bu maqsad sotish emas, просто shunchaki tomosha uchun. Bunda 16 ta cho'ja bor. Mana deyda katta bo'lganlari bor. Ichida shalpang ham bor. Endi bular 16 ta, bular 8 ta. Bugun chislo 1-aprel. Yolg'onchilar kunimi bilmayman, yolg'on gapiradigan kunmi shunaqa. Mana kecha chiqdi. 1-2 kun bo'ldi. Aprelskida endi bular. Bularga broylar bo'ldi 1-martda chiqqan. Bular ancha o'zini tutib oldi, eplab oldi. 1-martda chiqqan bular. Bular endi shu 1-aprelda kecha chiqqan. 2 kun bo'ldi chiqqaniga endi 1-apreldan hisob qilinsa ham 16 ta bular. Xohlasa o'lgan yo'q birakda ham. O'lmay katta qilib olsa. O'sha kalsoni Hampton yo'llaridan chiqdi bular. Mana kalsoni o'zi kalsoni yoshligida shunday qildi, mana shu ikkisi baqa. Kalsoni Hampton yo'llaridan chiqdi bular. Qizil. O'zi internetga qo'ygandim, qizil xo'rozni qo'shib qo'ygandim o'sha. Qizil xo'roz yoshligida sariq bo'ladi, shunga bu sariq, ikkita sariq ham bor. Xo'rozlarni optoga olib chiqib toblayapmiz. Voyda ham bor. Shu tobni asli mana shu optoda toblamasa dangal xo'roz yaxshi urisha olmas ekan. Boshimizdan o'tdi, sinab ko'rdik. Kecha olib borib yutkazib keldim, to'g'risini aytaveraman. Men 2 milliondan o'ynab yutkazib qo'ydik. Xo'rozni tobi yaxshi emas edi, chunki faqat salqinda yashagan, salqinda yotgan edi. Keyin kichkina joyda boqqan ekanman. Uni katta joyda boqish kerak ekan, bunday katta qilib olib, endi kattalarni rostlab toblayapmiz. Bunaqa kaptarlar ham bor. Kaptar ishqibozlariga. Qopqon deydimi? YouTube'ga yaqindan bo'lmaydi, setkani chiqarib bo'lmaydi shunga. Xudo xolisa mana tumshug'i chaligroqda bu tayyor edi mashhuras. Ayniqsa cho'jalar maza qilyapti. Ayniqsa cho'jalar o'ta maza qilyapti issiqda.
Yani de broiler kettileri terilib yotishibdi. Ularım 8 edi, ikkitasi ana o'sha shalpa. Tashkil etgan shalpa. Yettita bittasi şeyde yurib tushgan. Mana shalpan o'zi toji ham bilinib qoldi. Mana keldi unisi 2, 4, 6, 8 ta. Evet çıktı. Bunaqa gaplar do'stlar. Videolar yo'q etgansa like deb bosib tursalar, yana xudo xolasa yangi mandaqa yangiliklarda videolarni qo'yib boraveramiz biz. Yarada negativ bildirsalar, keyin qo'yg'imiz kelmay qoladi-da. Onaga go'sht pishirib, optoga qo'yib qo'ydim qurtganni. Sog' bo'linglar do'stlarim, salomat bo'linglar. Videolar yo'q etgan bo'lsa, like deb bosib, podlisa qilib qo'yinglar. Sheriklarga tashanglar. Xo'roz boquvchilarga jo'natib qo'yinglar. Cho'ja boquvchilarga. Bilmagan joyimizni so'rab turamiz.